Qonunga ko'ra, uzoq muddat foydalaniladigan tovarda nuqsonlar bo'lsa, uni ta'mirlatishga topshirilgandan so'ng iste'molchiga vaqtincha foydalanib turish uchun ayni shunday tovar berib turilishi kerak ekan. Bu talab hamma turdagi uzoq muddat foydalaniladigan tovarlarga tatbiq etiladimi yoki qandaydir cheklov va yo boshqacha tartib-qoidalar bormi bu borada? Biz ushbu savol bilan O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy birlashmasi huquqiy himoya mutaxassisi Shahlo Kasimovaga yuzlandik. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 15-moddasiga asosan uzoq muddat davomida foydalaniladigan tovarlarda nuqsonlar bo'lsa, uni ta'mirlashga ketadigan vaqtda foydalanib turish uchun iste'molchining talablariga binoan nuqsonli tovar qaytarib berilgandan keyin 3 kun ichida unga aynan shunday markali tovar berib turilishi belgilab qo'yilgan. Mazkur talablar tatbiq etilmaydigan uzoq muddat davomida foydalaniladigan tovarlar ro'yxatini O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2003-yil 13-fevral kunida 75-sonli qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi chakana savdo qoidalarining 2-ilovasida xaridorning ta'mirlash davrida unga tekin berib turish yoki xuddi shunday markadagi tovarni almashtirish to'g'risidagi talabi tatbiq etilmaydigan uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar ro'yxati keltirilgan bo'lib, ushbu ro'yxatga quyidagi tovarlar kiritilgan: avtomobillar, mototsikllar va mototexnikaning boshqa turlari, ularga tirkamalar va nomerli agregatlar, mebel, pardoz buyumlari sifatida tibbiy maqsadlarda foydalaniladigan maishiy elektr priborlari, mahsulotlarni termik qayta ishlash va ovqat tayyorlash uchun foydalaniladigan maishiy elektr priborlari. Demak, mazkur ro'yxatga kiritilgan tovarlar nuqsonlari sabab servis ustaxonasiga topshirilgan iste'molchiga ta'mirlash davrida foydalanib turish uchun xuddi shunday tovar berib turilmaydi. Ushbu ro'yxatdan tashqari qolgan uzoq muddat foydalanilgan tovarlar servis ustaxonalariga topshirilganda foydalanib turish uchun o'rniga xuddi shunday tovar berib turish kerak. Hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Iste'mol sohasining muhim masalalari bo'yicha savollarga javoblar ruknimiz yana davom etadi.